Anu Madina nima bo'ldi? Gaplashib beraman deganding-ku. G'alati voqea bo'ldi-da. Nima bo'ldi? Xullas voqea manaqa boshlandi. Shunday bo'lmayapti-ku. Mayada bo'lyapti-da. Ha. Madi, bu hayotda erishgan katta yutuqingizmi? Aytullo akam bilan o'qiyotganim. Ko'rding, holat shunaqa bo'ldi. Ha, mayli o'zi shunaqaligini bilardim. Ikkinchi zari nima bo'ldi? Voy, zari bilan ham vobshe bo'ldi, bitta eshit. Qaysi tarafda bo'ldi? Qo'shni bo'lgandan keyin mashaqada bo'ladi. Dugonalaringga nima deb maslahat bergan bo'larding? Ular ham o'zlariga sizda Aytullo aka topsin. Ko'rmaysanmi? Ikkinchisi ham shunaqa bo'lib turibdi-da. Ha, mayli, lekin uchinchisi oladigan qizim bilasan-a? Nima bo'ldi? Umi yomon bo'ldi-da. Ha, mayli bitta eshit. Men u mayaqdami? Men qara. Yaxshi qiz, men bilan Fransiyaga sayohat qilgan bo'lamiz yoki akaxonni Sanjar bilan ovqatlangan bo'lammi deysiz? Sanjar akam bilan Shunisi o'xshamadi-da. Endi o'xshamaydi hamda. Nimaga? Chunki men unga har kuni aka-uka suxoy marojnalarni olib beraman. Suxoy marojna aka-uka Andijonga yaqin kelib Xuddi kelgan. o'sha. Hamma do'konda bor. Ha? Kayfiyat ko'taradi, qasilab og'izda eriydi. Yosh bolalarni ham tomog'ini og'ritmaydi. Bilasan ekan o'shani nima olib bormadi? Ya, u menimcha marojnadan emas, bu tarafda emas, bu tarafda bo'lmaganida.